Assalomu alaykum azizlar. Bizni yangi qurilayotgan, qurilish jarayoni davom etayotgan xonadonimizga darvoza buyurib turgandim. Mana shu darvozani kelib qurib ketishdi. Juda ham og'ir darvoza, juda ham baquvvat darvoza chiqdi. Bitta tabaqasini o'zini 4 kishi, 5 kishi arang ko'tarib tushirishdi. Men iltimos qilgandim. Ortiqcha haligi katta, hashamdor bo'lmasin, jimir-jimir bezaklar ortiqcha bo'lmasin, lekin baquvvat bo'lsin, kamtarona bo'lsin deganda mana shu darvozani qurib ketishibdi. Abdulhay baraka topsinlar ustamiz. Mana ichkari tomondan va bo'yoqlar ham xuddi o'zim xohlaganda uyimizni boshqa romlariga, hamma yoqqa mos keladigan rangda va yana bitta xususiyati aytilgan vaqtdan 15 kunga kelishgandik, 14 kunda olib kelib berdilar. Baraka topsinlar. Mana shu turishi juda ham og'ir, juda ham haligi baquvvat darvoza, lekin oddiygina bundoq qilganda ochiladigan darvoza. Qulflari ham, zamoklari ham oddiygina, yengilgina ochib yopiladigan. Ayollarimiz, qizlarimiz ham qiynalmaydigan. Mana alohida kalitkasi. O'zim xohlaganda baraka toping, Abdulhay. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, Abdulhayning telefonlarini qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.